Zabaykalskiy kraj Chitadan 200 kilometr Xabarovsk tarafga qarab yurganda Shilka degan joyda shu qo'ylar sotiladi. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, xormanglar. Bugun kuninglar xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin, barakotli o'tsin. Qadrli obunachilar, aybga buyurmaysizlar. Juda ham uzoq vaqt biz efirlarda ko'rinmadik. Xudo xolasa mana yana ijodlarni boshladik. Sizlardan bitta like, o'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib, obuna bo'lishni unutmanglar. Shu mavzu qiziq bo'lgan tanish bilishlarga jo'natib qo'yinglar. Bizda Zabaykalskiy krayda shu o'zimizni boquvdagi qo'ylarimiz sotiladi. Qisman taxminan 300 boshi sotiladi. Bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Bironta joyga olib ketishlik uchun mashinalar, yuklashlar, mashinani o'rashlar, iloji boricha yordam qilamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ylar haqida ikki og'iz gapirib o'tsam, qo'ylarimiz hamma vitaminlarini o'z vaqtida olgan, o'z vaqtida cho'miltirganmiz, junini olganmiz, o'z vaqtida dorilaganmiz. Xudo xolasa ishonchli. Sizlarni uzoq kuttirmagan holatda biz videoni boshladik. O'timiz 3 kunlik qoldi. Shuning uchun hozir o'timiz turgan, bunday aytganda, sklad joyimizdamiz. 3 kunlik o'timiz qoldi. Qolgani Cho'rnidenga qor por yog'gan, qattiq yomg'ir yog'adigan paytlar kelyapti. Qo'zilarimizni ichkarida olib o'tirish uchun qolganini 50 ta 60 tasini olib qolamiz. Qolganini hozir beramiz. Kuniga 10 ta 13 tadan beryapmiz. 3 kunligimiz 39 ta bo'lyapti. To'g'ri. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Islom akam hozir aytib o'tgandek, shunaqa bizda o't где-то 3 kunlik qoldi. Qo'ylarimizga shunaqa beradigan nimamiz. Где-то biz o'zimiz hisobimiz bo'yicha biz o'zimizga qancha ko'proq qolib qolsa o't, shuncha yaxshi. Nimaga desanglar, hozir Islom akam aytib o'tgandek, ertaga yomg'irlar yog'ishi mumkin. Qo'qqisdan o'zingizlar ko'ryapsizlar. Tashat qor ham yog'ib boryapti. Ashna paytlar shunda kashar yab kirib, har xil situatsiyada kuniga 3 tadan beramiz. Ertamanda kechqurunda u degani bitta qo'yga, bitta отделimizga уже 6 ta bo'lib qolyapti. Shuning uchun kuniga takda 3 ta 13 ta o't ochyapti, to'g'rimi? 13 ta, 12 ta, 14 ta ham bo'lib ketgan kunlari bo'ldi. Shu ko'p ketib qoldi momentlarida. Yana biri oldingi yili videolarimiz bormi yo'qmi bilmayman. Men tyuk qilganimni eslaydigan bo'lsangiz, 1550 ta shtuk примерно qilgandim. Eski press podborda. Undan oshib kelsa bir 600 tami, 700 tasi oshib qolgandi. Bu yili berdik. Bu yil chakani berib yubordik. O'zi tukimiz bu yili oldingi yili biz katta tuklarimizdan 750 ta shtuk qiluvdik. 750. Oz bo'lib qoldi. Shuning uchun ham eski zapaslarimizni birinchi berdik bu tomonda edi. Yangi zapaslarimizni ham berishni boshlab, mana hozir oz qoldi. Endi aytganingizdek, bek. Hozir ko'ryapsizlar, sizlarga informatsiya bo'lsin, kim chorva shu nimada sohada ishlaydi, shu sohada qiziqib, men ham qilmoqchiman, men ham boqmoqchiman degan odamlar bo'lsa, albatta oldindan o'tlarni ko'proq, например, qishga 100 ta qilaman degan bo'lsangiz, yo'q, yana qo'shib qilib qo'ying. Shunaqa pagodalar 100 ta emas, 150 ta. 150 ta, 120 ta, qancha bo'lsa ham, qancha ko'p bo'lsa, shuncha o'zingizlarga yaxshi. Ya'ni qo'ylarlar ozib ketmaydi, pateralar bo'lmaydi. Oddiy misol, mana hozir qishdan chiqib nimasida ham ko'ryapsizlar, qorlar yog'ib, qorlar qalin yog'ib qo'ysa, ancha turadi. Ashini hisobiga sizlar bemalol tukni ochaverasizlar. Xohlagancha beraverasizlar. Qo'rqmasdan chiqaverasizlar. Shu gap tuk boshqa yerlarga ko'rgani bordik Sardor akam bilan. Bunaqa kачественный o't topa olmadik. Biznikida hammasi cho'p. Hammasi cho'p. Shuning uchun tukimiz necha kilolik? 350 kilolik, 350 kilolik ko'ryapsizlar katta. Buni bitta yo ikkita odam eplasa, bitta odam eplolmaydi, ikkita odam eplab ketsa bo'ladi. Yumalatib ochganni ikkita odam eplab nima qila oladi. Hatto buni joydan jildira olmaymiz traktorsiz. Anar kichkina tukimizni biz o'zimiz jildirib nima qilardik? 250 kilo, 300 kiloga yaqin edi. Yaqini bu 350 kilolik razintasi bor. Shuning uchun bu yili
ko'p joydan o'rildi, shunda ham bir 700 ta bo'ldi. 750 Unaqa ta. 750 ta, unaqa ko'p nima bo'lmadi. Endi hozir pagodalarimiz yaxshi, xudo xolasa. Inshaalloh shundan shunaqa bo'lib keyin tursin. o'sha birinchi, ikkinchi отделda turgan qo'ylarimizni xudo xolasa boqqan olib chiqib ketishadi endi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Borib olmadingda? Mana azobnochilar. Hop, 3 kunni kutmasdan уже birinchi probamizni boshladik. Akam qo'yib yuboribdi, неожиданно. Shunga yugurib keldik ko'rsa. Videoga olgani. Itimiz bor. Помощник. Ko'rayotganimiz bo'lsanglar, yaqinlar qo'yib yuborilibdi. Qanchalar katta bo'lib qolganlari. Qo'zilar ham o'tyapti ko'rayotgan bo'lsangiz. Ha? Nima? Oyunu chiqishni tusholmaysiz. Anday manday. Ashuni qo'yib yubordingizmi? Indamasdan qo'yar. Mashalloh, taktay zo'r yurishibdi. Maza qilishyapti. Har kuni shu yerga qo'yib yuborsa bo'ladi ekan o'zi. O, yugurib qo'zilarni yugurib yurgani qarang. Tevarodan. Voy mashalloh. Azobunachilar ko'rayotgan bo'lsanglar, shu kunlarga ham yetib keldik. Akot tugatib. Ha. Ona g'isht ustida o'tiradi yana. Har bir obuna va layk menga yangi video qilish uchun turtki. Agar videoni yoqtirgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Izoh qoldiring, sizning fikringiz juda muhim. Shamol ekan. Qanchalar shamol ekan. Men kapshon kam kiyib olib quloqimni tushirib yubordi. Qo'y, tiqaring. O, молодец. Bizni itimiz bor, shunaqa помощник. O, qo'zilarni qaranglar. Qo'zini oling. Yon qarang, qo'zilarni. Ma. Mashalloh. O'rgat. Ana, men olayim-da endi itni o'ynat ekanimni qarang. Islombek. Ana, Islom Ali. Ha. Fus! Yo'q, ketdimi? Pulemotda bu. Kel o'zimga. Молодец. Chata. Maza qilishyapti. Ashlaqa. Почти 1 oylik. Kuchlar. Birinchi partiya chiqibdi hozir. Ha. Itimiz qanaqa qilib qaytarishni ko'rasizlar. Hozir bu tomonga qarab yo'llaydi. Ketdi. Yaqinlashtiring-chi, yaqinlashtiring. Qarang. Mashalloh, ketishini qaranglar, qaytarishini qaranglar. Voy. Haligi odamni yugurishda hojat ham yo'q. Hozir o'zingizlar ko'rgandek, bo'lmasa biz yugurishimizga to'g'ri kelardi, ashaqachachi. Конечно. Ana bir posta yig'ib qo'ydi. To'plashin, mashalloh. Ana on qaranglar. Ha, kelishini. Ashkadrlarni ham oling. Zapisga bo'lman, zapis mana. Ha, aziz obunachilar, Bek endi ani operatorlikka o'tib oldi, interes olib ketdi shekilli. Ha, Islombek, nima deysiz? Binasi deysizmi siz? Operator kuchlisiz. Islombek. Men qarang, meni jiyanim bo'ladi. Uyatyapti, qaranglar. Uyatmayman, men qarang. Bitta informatsiya bering, so'rashing azobunachilar bilan bizdan. Uydagilar ko'radi, kommentariyalar yozadi, xudo xolasa. Bo'ling. Знаменитость bo'lib ketadi. Islombekdan intervyu oling-da siz. Hozir nima qildingiz? Operatorliklar qilib yuribsiz. Ayting, shuncha paytdan beri. Operatorlik qilyapman shu. Chiroyli turib, chiroyli, so'rashib yaxshi. Bugungi mana bo'layotgan ish, qo'zlarni olib chiqdik, qaranglar. Sizga yoqyaptimi o'zi? Вообще operatorlik zo'r kasb. Не только operatorlik, fermadagi ishimiz, boshqa qiladiganligi qanaqa? Sizga bizni fermamiz yoqdimi? Shu nimada ham siz jiching informatsiya berib qo'ying. Ferma yoq, toza havo, yangi davo, hamma yaxshi. Yengil sport, yugurish. qiyinchilik bormi, yo'qmi? Qiyinchilik yo'q, shu og'ir ishlar. To'g'ri, ertaman turishgacha qiyinchilik bo'lyapti. Kelib qolib turadi bechora operatorimiz. Молодец. Nega biz sotmayapmiz haligi? Haqiqatni aytyapmiz-da. Shunaqa joyda, fermamizdan uzoq bo'lmagan joyda qo'zlarimizni olib chiqdik. Birinchi partiyasini, xudo xolasa mana.
Ko'zlarimiz ko'rsanglar bo'ladi. Bormi? Yo'q, haqiqatdaysiz. Yana men sizni ham bitta olib qo'yib bek. Men olyapman. Mishet qilishmasa-da. O ketyapti, o'n qaranglar. Bu yoqqa yuringlar. Rostini aytsam qulog'imni uchirib yubordi. To'xta. Islom aka to'xta, ninada? Nimaga? Ninada? Bo'l, teron ishit. Voy chata. Bu hali ham tirik ekan yaxshi. Yugurib borib sekin tushing. Yugurib borib. Ko'rmayotganda. Tushing! Omaleykimchi chata. Chata, yomon tez yugurarkan bu bola. Ikkita oyog'i ishlamaydi bo'lmasa. Yugurish yomon tez ekan. Voy chata. Katta bo'lib qopti. Qarang, Qaranglar. tik berasiz qani? Yo'q, orqa oyog'i boshida ishlamayapti, sal ishga tushib ketdimi-ki? Tepishga harakat qilyapti-yu. Mana sekin qo'ying-da mana. Qo'ying. Qo'yib yubormang, qo'yib yubormang. Mana oldi oyog'ini ushlab turaman, qo'yavering. Ha, qo'yavering. Mana. Hozir azobunachilar, yaqinroq qiling. Mana. Qaranglar. Qaranglar. Yonbosh ketyapti, Alloh qudrati bilan. Enasi yana ham emizdi, tinmay. Sezdingizmi? O'zi kelib Enasi emizgan uchun shunaqa dadilma. Kechikkan yugurishni. Bo'lmasa ikkita oyog'i ishlamaydi orqasi, yaxshi. Ha. Shortsga qo'yaman, videosi bor menda, olib qo'ydim. Islom Ali, esingizda bormi? Inshaalloh shortsga qo'yamiz, ashi videoda ko'ringlar shortsda. O ikkita oyog'i ishlamayapti, surib yuruvdi prosta. Ikki oldi oyog'ida sudralib, qo'ziydi u paytda. Oradan mana qancha bir hafta o'tdi shekilli. Va Allohning qudratini qaranglar, mashalloh. Mana. Shunchalik dadil qo'zilar o'tib ketdi, ko'rdingiz. Bu orqa oyog'i ishlamasdan shu Mana o'ntalib ketdi. yashayman desa ham, ha? Enasini istab ketyapti. Enasi yaxshi qarayotganda. Mashalloh. Mehribon ekan. Mehribon ekan. Azobunachilar. Ajali kelmasa, luboy holatda yashab ketadi ekan lekin. Qadingizni olishdi, уже bilib oldingizmi? O'rgatdi. Chata operator bo'lib oldi bekamchi. Hali operator bekka borib videoga oladigan. Akalar, men shunaqa mana bolalar Uzaro, qo'lingiz O'zi bolalar. O'zi bolalarga o'zim o'rgatyapman qanaqa qilib mana shu tugadi. mana o'zim o'rgatyapman qanaqa qilib olish kerakligini. O'rgatyapti. Mana ayting. O'rgatyapsiz. To'g'rimi? O'rgatyapsiz. Kelgandan beri mikrofon. Nimalarni o'rgandingiz? Fermaga kelib. Ha, rostdan. Bu ukam chista Garatskoy. Garatskoy nimalarni ko'rmagan. Bundan qarigi ketdi, hali qo'y, ot soat hali ko'rmagan. Ko'rgan, minib yurgan, boqib netmagan, to'g'rimi? Ot minganmisiz? Mingan, hali boqib halinaqa mana katta joylarda nima qilmaganda, mana akam ham u tevaga chiqib qo'ylarni nazorat qilib turibdi. Yozda xudo xolasa bu yillar yarasa ko'p keladi. Xudo xolasa. Mash tomonda o'zidan men 900 ta o't chiqargan mashina. Tuk borasida mana aytib qo'ying, bugun o't borasida ham misollar nimalarni oldik. O't borasida ham inshaalloh bu yili tayyorgarlik qildik. Qallardan o'rdik o'zi azobunachilar ko'rdi. O'rgan bo'lsak, bu tomonimiz hozir aytaylik, kamida bir 3 kilometr bu yog'iga ketamiz. Eniga kamida bir 1,5-2 kilometr chiqadi. Eniga. Uzunasiga 3 kilometrdan o'zi ziyod bo'lsa kerak. Xo'p, bu tomondan o'zi 900 ta o't chiqarganmiz. Oldingi yili, undan oldingi yili, 24-yili dedik. 24-yili. 25-yili o nimani o'rdi-ku? Katta tuyukdi. 24-yili 900 tadan oshib chiqqan bu tomonda. Bu tomondan nari betdan. Arada nari tomondan. Qolgan ashi 600 tami 400 tasi chiqqan. Unda u fermamiz orqasida ham yana joy bor. U yerdan 70 tam 80 ta chiqqan. Общий 1550 ta edi-da. Endi 750 ta 25-yil chiqargan qilgan bo'lsak, katta tukdan. Inshaalloh endi yerlarimiz jicha katta edi, arendaga oldik dedik. Yerlarimiz katta edi, hozir bu yili inshaalloh harakatimiz qanchaga desa kamida 2000 ta, 2,5 ming ta
tuk biz zapas qilib qo'yishimiz kerak. Undan oshiq bo'lsa yana yaxshi. O'zi 2000 ta qilib qo'yishimiz kerak. Ashnaqa azoblanishlar xudo xolasa bir yil mana erta boshladik. Qo'ylarni 3 kun dedik. Уже bugundan hozir mana test qilib ko'ryapmiz. Bolalar aytishyapti. Buni hozir eplolmaysizlar. Ketvoradi. Sizlar orqasidan yugurib qolasizlar, boshqa qilib qolasizlar dedi. Mana ko'rib turganinglarda orqamizda turibdi. Ko'rib turganinglarda mana hech ham yugurtirmayapti. Yugurma. Navrot biz qo'ylayapmiz. Navrot biz qo'ylayapmiz. Orqasidan. Yana bitta plus tomonlari bilsanglar agar biz itimiz bor, itimiz yugurib nima qilib turibdi, qaytarib turibdi. Ammo yomon aqlli it bo'ldi shu. Ashni ham akam nima qilgan edi? Akam oluvdi. Nimaga desa, ittigilar buni ham zararni olganmiz-da, itni. Bilsanglar qishda sovuq paytda yaxshi summaga tushgan. Unisini ham yozib o'tdi, adashmasam, По-моему, ko'rsatib o'tgan. Ammo men ishonmadim u pulga olinganini. Nifiga siz bunaqa kichkina itdi deb. Qimmat itga olganmiz, aziz obunachilar. Qimmat Hech pulga. kim, qimmat nimaga? Pulga. Hech kim ishonmagan haligi, nima qilsa-chi, haligi bu itlar bari nima bo'lib ketadi, bu itlardan to'q yo'q deb. Mana Mashalloh. vaqt kelib Ikkita odamni haligi ishini qilib beryapti lekin. ikkita emas, 3-4 ta odamni ishini qilyapti. Hozir qaranglar, haligi itni push desa, mana shu направление ketdi ekanda, Qaytarib olib kelyapti. Shunday to'plab berar ekan. Biz bo'lsa ko'rdinglar hozir, mana stolbagacha yugurib qo'ysak, charchab qolamiz ekan. Shu it bor, haligi parodasi, endi parodasi shunga mos qo'yiladi. Parodasi Boulder Collie. Endi gaplashib ketamiz. Yaxshi paroda ekan. Har xil alabaylardan ko'ra chaqqon ekan. O'zi biz undan oldingi yillari esingizda bo'lsa, naq alabay ko'paytirishga harakat qilganmiz. Hatto ish bo'lgan ekan, alabaylarimiz qo'ylarimizni g'ajib qo'yib, shunaqa ishlar ham bo'lgan. Hishni ekan. Bari hishni, Boshqacha nima ekan. Endi bular ham yemaydi emas, yeydi. Unaqa ko'p yemaydi. Nimani qo'ydimi? Yo'q. Ovqat. Ovqatdimi? Unaqa ko'p yemaydi, alabaylar ko'ra oldi. Paqirda alabaylar yeydi o'zimgacha. Endi vesiga qarab ular ham. O'zi vesi ham kichkina, ham yengil, ham tez. Chaqqon, ham tez. Ashuna hisobiga bugun birinchi testimiz, akam sразу test qildi. Sразу olib chiqdi mana. Xudo xolasa sizlar ko'ryapsizlar, qiyinchilik yo'q. O'tiribmiz, qarab uzoqdan mana. Uzoqqa ketmadi ham shuncha payt hozir. Lekin mana 10-15 minut olgan bo'lsa. Yana bitta cho'ponni siri, meni o'yim bo'yicha mana cho'ponchilik haligi birargilar qiyin deydi. Endi ham ishi bor, ham dami ham borda. Biz ham haligi boshlaganimizda men o'zim lishni chiqib boqmaganman, Islom akam chiqib boqqan. O'zlari boshda o'zimiz boshlayotganimizda, shunisi aytdim. Men chiqib boqqanimni aytib bersam, ana qarang. Qaranglar azoblanishlar. Ana. Bo'ldi, qaytarib qo'ydi. Eng yengil ish, o'tirib olib. Itni cho'pon o'rgatib olsa, undan oson ish bo'lmaydi ekan mana. Yaqinroq olib qo'ying. Ana. Endi meni boqqanimni aytsam, u paytda 300 TL qo'yimiz bor edi. 300-400 TL qo'yimiz bor edi, azoblanishlar. Men boqqani chiqib, rostini aytsam, kechgacha pashti uxlardim. Rost 1-2 kilometr, 3 kilometr ketib borardi. Bilardim o'zi qaytib kelishini. Endi sraz bilmaganman, menga ham o'rgatib ketishgan. Уже men bilib olganimni, opitimdan chiqib aytsam, ketishadi-da, o'zlari qaytib kelishadi. Любой nima расстояниyadan 1-2 kilometr ketib borib. Shuning uchun men rostini aytsam, qo'y boqqan, naborot kela derdim. Nimaga? Pashti mazada. Vaqtim pashti uyquda o'tarib, maza qilib damalib, uzoqdan qarab, somkamga ko'p ovqat, pecheni, pissalar solardim, suvlarni ichib, uzoqdan yotardim, tevalikka chiqib olib qarab. Lekin yana bitta nimada svязь bor joylarga chiqib olsanglar, telefoninglar bo'lsa, akkumulyatordan zo'r qo'yib, power banklardan choy ichib, oddiy masalan pikniklar bo'lardan, Bahodir akam o'zi chiqib, hali pikniklar qilib va qayerda boqayotganlarini ko'rsatadi. Endi shunaqa ishlaydigan momenti bo'ladi. Mana qishda hozir mana qishda jicha qiyinchiligi bor. Oladigan mavsumida endi ishlaydigan joyimiz ishlaymiz. Haligi bir 2 kun, 3 kun, kerak bo'lsa 1 hafta, 1 oylab ishlaymiz. Haligi ish degani tugaydi, oxiri bor.
bu qo'ylar ham например mingta qo'yimizmi, mingtasi tug'sa ishimiz yo'q. Mana kaka bu ishni mana hozir tug'ib olgandan keyin Mana olib o'sha chiqib boqib, moment keldi, maza moment qilishdi. keldi, dam olib o'tirib, oddiy misol pagodan Keyin u paytda itimiz ham yo'q edi, bek. itimiz ham yo'q edi u paytda rost. O'zimiz borib qaytarardik. Esicho Nito yerga ketib borsa, otga Ha. chiqib, например. Hozir bo'lsa it bor. Real mana hozir pastuq akalarimiz itni уже o'ziga qo'liga o'rgatib olganda mana Muhiddin aka degan akamiz itni zo'r bo'ladi. Qo'lida bunday ko'rsatib qo'ysa 3 ta bolder ko'llar olib qo'ydik mana. 3-olsini bemalol eplayapti. Shunday qo'lida ko'rsatadi, itlar o'zinglar borib to'plab kelyapti. Bundan hozir yengil ish bo'lmaydi yozda deb o'ylayman men. Bu meni shaxsiy fikrim. O'zbek aziz obunachilar, toza buloq suvlarida. Buloq. Ana qo'ylarimiz ham kelyapti. O'zdekkina. Voy, eshik yopiq ekan, qaranglar. Ochiq. Qani, uni yopiq. Ochiq turibdi-yu. Narginisi ochiq turibdi. Yo'q, Ha, ochiq ekan. Bo'ldi? Men ochib qo'ydimmi? Ha, bo'ldi. Voy, yigitlarga ham suv beramiz aka mana. Yigitlar alalarga beramiz. Yigit alalarga. Kirib kelayotgani kirib suvga uriladi-yu, ashnisini oling Islombek. Uni shorsda tikka qila olasiz. Video olyapsizmi? Mishirib yubordimmi chatda? Tikka qilib oling, tikka shors olyapsiz-ku, tikka Qaysi ham buni yo'qotay odamlar kunni aynitmasa, biroq ovqat tekkanida tushib qolsa bormi? Chatda. Obunachilar, mana bugun tug'ilgan qo'zilarimiz mana. Yana bittasi. Voy seni. Qarang. Qarang. Oh, barmog'im emishini qaranglar. Ketdi. Ona, emishini qaranglar. Emgani intilyapti. Uzoqqa ketma. Meni o'zimni spesialniy gapim bor edi. Bu ko'zim. Mana, Bu ko'zlarim. moyam dadil ekan mana. Bu ko'zlarim. Qaranglar azoblanishlar. Dadil ekan. Dadil ekan. O'zlarimiz zo'r mana. O'zlarimiz zo'r. To'ka shu to'qliklar olmayapti-da enasi. Enalar ham dadilda unan desanglar. Yo to'qli ekanda qarang. Qulog'i kesilgan. Chaqir chaqirar ekan azoblanishlar endi boqqanlar bilar ekan. Biz ham endi o'rgandik. Ketdik. Yuravering, qolavering. Ana, enasini chaqiryapti. Bilet. Yig'lama, baboga berib beraman bunisi. Ajal. Voy chata, yomon og'ir ekan. Qo'llarim tolib ketdi. Kosyak bu ashas. Hop. Endi Islomni oyoqqa turing. Islombek, qoching u yerda. Oyoqqa turing. Ashaqa kiradi-yu o'zi qo'y. Men bu yoqqa turdim, cho'mani haydanglar. Aha, muganyayim, davay. Islomni u yerdaroqqa. Islom qoching, operator. Shunaqa hazil mutoyibalar bilan bizni ishlar Bo'ldi, olmay qoling. fermada. Videoda oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat. Salomat Xo'sh. bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.